u ham senga o'xshagan bir odam. O'zini xayollari va odatlari bilan, qiziqish va kamchiliklari bilan, qo'rquvi va orzulari bilan. Agar senga qiz haqiqatdan ham juft sifatida kerak bo'lsa, men senga 3 ta maslahat beraman. Tashqi ko'rinish. Bilaman, bu narsani shunchaki ignor qilish noto'g'ri, lekin bir narsani tushun. Vaqt sayin go'zallik so'nib boradi. Shuning uchun tashqi ko'rinishni asosiy narsadek o'ylash menimcha haqqoniy emas. Tashqi ko'rinishni qanday qabul qilish u bilan dialogni boshlaganingizdan keyin ravshanlashadi, chunki o'sha paytda qalb bilan ko'rishni boshlaysiz va aynan shuning uchun birinchi o'rinda ichki dunyosi go'zal bo'lgan qizni qidir. Suhbat.